Xorazm dunyodagi eng qadimgi joy nomlaridan biri. Zartushtiylarning muqaddas kitobi bo'lmish Avestoda Xvarizm yoki Xvayrizm shaklida. Qadimiy fors yozma manbalarida Xorazmiy, buyuk Yunon tarixchisi Miletli Geketey asarlarida esa Xorazmiya yoki Xorazmiya shaklida qayd etilgan bo'lib, Gerodot ham bu ma'lumotlarni tasdiqlagan. Xorazm arab geograflarining asarlarida esa ushbu nom Xvarizm sifatida uchraydi. Xorazm nomining kelib chiqishi to'g'risida bir nechta fikrlar mavjud. Arab geograflari Muqaddasiy va Yoqut Hamaviyning Xorazm nomining paydo bo'lishi haqida yozganlarida quyidagicha afsona keltirilgan. Shoh g'azablanib bir nechta fuqarolarni inson yashamaydigan joylarga badarg'a etishni buyurgan. Biroq u yerda o'tin va go'sht mo'l bo'lgan. Qo'g'inlar bu o'lkani o'zlashtirib, unga Xorazm deb nom berishgan. Ammo bular shunchaki xalq afsonalari hisoblanadi. Aksariyat olimlarning fikriga qaraganda Xorazm so'zi ikki komponentdan iborat. Toponimning ikkinchi komponenti yer, o'lka, joy degan ma'nolarni anglatishiga hech kim shubha qilmaydi, biroq birinchi komponentning paydo bo'lishi munozarali hisoblanadi. Ba'zilar uni unumdor joy, boshqalari yomon yer, uchinchilar past tekislik deb izohlaganlar. Bagalyubovning fikriga ko'ra, Xorazm toponimi 3 ta tarkibiy qismdan iborat. Shunday qilib, Xorazm yaxshi o'tarlarga ega bo'lgan mamlakat, chiroyli o'tarlarga ega yer degan ma'nolarni anglatadi.